Agar makiyaj qilishni endi boshlayotgan bo'lsangiz, unda bu ril siz uchun. Endi bo'yanishni boshlamoqchi bo'lgan qizlarda ko'pincha savol paydo bo'ladi. Qanaqa produktlar olishim kerak? O'zi nimalar menga kerak, nimalar kerak emas? Qizlar, meni ismim Dilyora, men Amerikada yashayman va o'zimning kichkina onlayn do'konim bor, kosmetika sotaman. Kosmetikani o'zim ham juda yaxshi ko'raman, har xil produktlarni test qilaman. Shu sababdan ozgina tajribam bor. Shunga asoslanib sizlarga maslahat beryapman. Men professional emasman. Birinchisi makiyaj uchun baza. Har kungilik makiyaj uchun sizlarga maxsus baza umuman shart emas. Bemalol o'zingizlarni parvarish vositalarini ishlatib, yuzingizlarni namlantirib, tonalkani chiroyli yotqizishingiz mumkin. Ikkinchi bosqich tonalniy krem. Sizlarga kundalik makiyaj uchun yengil teksturali tonalniy krem yetarli. Qalin tonal kremlarni ishlatmaslikni maslahat beraman. Sababi birinchidan qalin teksturali tonalniy kremlar bilan ishlash qiyinroq. Ikkinchidan bo'lsa yuzingizda maska effekti bo'ladi. Shuning uchun boshlang'ich makiyajda BB krem yoki yengil tonalniy krem ishlatishni maslahat beraman. Keyingisi rumyana. Menda Westman Atelier brendidan, lekin boshqa juda ham zo'r brendlarning rumyanalari ko'p. Misol uchun, menga Rare Beauty'ning rumyanalari juda ham yoqadi. Undan tashqari Rode'ning rumyanalari ham juda ham zo'r, ham unchalik qimmat emas, ham anchaga yetadi. Menga quruq teksturalardan ko'ra shunaqa suyuq yoki stikli teksturalar juda ham yoqadi. Chunki ancha tabiiyroq ko'rinadi va sizda glow effekti bo'ladi. Keyingisi bitta yaxshi tush. Tush juda ham katta vazifani bajaradi, ko'zimizni ochib beradi va makiyajni to'liq qiladi. Teng va strelkalar bilan shoshilmaslikni maslahat beraman. Chunki bu produktlar bilan toza va tabiiy ishlash ozgina qiyinroq. Keyingisi bitta yaxshi lip kombo. Ishoning, sizga 10 ta pomada kerak emas. Boshlanishga bitta yaxshi qalam va bitta yaxshi pomada olsangiz yetarli. Yosh qizlarga mat va teksturalardan uzoqroq bo'lishi, ko'proq tabiiy ranglar bilan ishlashingizni maslahat beraman. Foydali maslahatlar uchun obuna bo'lib olishni unutmang.